24-iyul kuni keluvdingiz. Mana bugun 5-avgust kuni ertalab. Mana 12-kuni kursimizga keldingiz. O'sha 11 kun oldin kelganingizda nima kasalliklaringiz bor edi? Menda uyqusizlik, tizza, bel, qo'l og'riqlari bor edi, yurak aynishi, Aha. allergiya, asabiyadim. Yaxshi, men sizni tushundim. Uyqusizlik bilan necha yil bezovta bo'lgandingiz? Uyqusizlik bilan 3 yil davomida kurashib keldim. Ko'p dori darmonlar ichdim, Mhm. o'qillar oldim. Aha. Hech qanday ta'sir ko'rmadim. Necha marta yotib davolandingiz? Yiliga 3-4 martalab yotib Yotib davolandim. davolanardingiz, lekin foyda Foyda ko'rmagandingiz. ko'rmadim. Ichlaringiz ham apteka bo'lib ketgandir. Apteka bo'ldi. Betga kelganingizda nima bo'ldi? Uyqun Bera kelganimdan keyin 2 kundan keyin yaxshi uxlab boshladim. 2 kunda Ikki uyqungiz kun. yaxshilashdi. Uyqularim yaxshilashdi, tizzalarim og'riqlari, qo'l, allergiyam yo'qolib ketdi, asabiyligim ham yo'qoldi. Молодец. Yuragingiz nima bo'ldi? Yuragim ham yaxshi. Yuragingiz nima bo'lardi? Boya yuragim ayniydi dedingizmi? O'sha Bulashib, yomon bo'lib qolganim bo'lar edi. siqilarmidi? Siqiladim. Aha. Shu. Qisqasi, necha kunda soppa-sog' bo'lib bo'ldingiz? Sirtpasi 100% deganda bir haftadan keyin o'zimni 100% sog'lom deb Bir haftada 100% sog'lom his eta boshladingiz. eta boshladim. Dori darmon ichdingizmi? Bu yerdan biz javob bergandan keyin, bitta keyin biror joyga borib davolandingizmi? Nimadan sog'aydingiz? Shu sizlarim dori darmonsiz mashqlar bajarib, Biz aytgan narsalarni bajardingiz. shularga qolib o'tdim, davo topdim. Kasalliklarni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilish kerak derdim. Ana shu sizni ichingizga kasalliklarni kelib chiqqan sabablarini bildingizmi? Bildim, bilib oldim. O'sha bilgan kuningizdan boshlab organizmingiz sog'aydimi? Sog'aydi. Boshqa odamlar betga kelsa, ular ham shu uyqusizlikdan, qo'l oyoq og'rishi, tizzalar og'rishi, umurtqa pog'ona kasalliklari, yurak, allergiya kasalliklar, ular tuzaladimi, tuzalmaydimi dori darmonsiz? Ishonib kelsa, dori darmonsiz tuzaladi. Ishonib kelgan odam sidqi dildan qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Asabiylik nima bo'ldi? Asabiylik yo'q hozir. Hech kim bilan asabiylashmadim, hech qanday ham bo'lmadi. Og'ir To'g'ri vazn kulib. bo'lib qoldingizmi? Yaxshi qiz bo'lib qolibsiz-da. Yaxshi qiz bo'ldim.